Hozir sizlar bilan konstruktor ichini o'rganib chiqamiz. Konstruktorda nimalar bizda bor? Bizlar messenjerlarni boshqarishimiz mumkin, o'zimizga kerak bo'lgan messenjer tanlab olishimiz mumkin. Platformani oq-qora qilishimiz mumkin, o'zimizga qulay qilib olish uchun. Bu yerda o'chirish tugmasi bor, ya'ni blokni o'chirish, blokni kopiya qilish imkoniyati mavjud. Mana kopiya qilish mumkin va blokni skopировать qilib boshqa proyektga, ya'ni shu yerda joylashgan proyektni ichiga qo'yish mumkin yoki linkini olib, linkidan ustiga bossangiz proyektni ochadi, lekin Telegram bot ochmaydi. Bu yerni startli blok qilish mumkin, ya'ni bizda avtomatik ravishda start bloki mavjud. Bizda avtomatik o'zi start bloki mavjud. Xohlagan blogimizni startli blok qilishimiz mumkin. Bossak, startli blok unga tartib, buni bildirish uchun esa atrofida mana bunday chiziq paydo bo'ladi, ya'ni bu startli blok hisoblanadi. Xo'p, bu yerda mana bu selektor ustiga bossak, bizni startli blok olib keladi, ya'ni bloklar ko'payib ketsa, startli blokni yo'qotib qo'ysak, ustiga bossak olib keladi. Uzoqlashtiruvchi minus va yaqinlashtiruvchi hisoblanadi, plus minuslar. Hop, bu yerdan tanishdik. Mana bu yerda statistika bo'limi mavjud. Mana har bitta blokdan blokka qancha kishi o'tyapti, ya'ni bu blok necha kishiga yuborilgan, necha kishi aktiv qilgan, ya'ni knopkani bosgan va uni yarmini o'lchab beradi, ya'ni bosilgan knopkalarning foizini chiqarib beradi. Va keyingi blok necha kishiga borgan va necha kishi biz xohlagan tugmalarni bosgan. Buni har kunlik ko'rishimiz mumkin va unikal ko'rishimiz mumkin. Kechagi, ya'ni bir kun oldingi statistikadan ko'rish mumkin. Bir haftalikni, bir oylikni va 3 oylikni, kvartal deb belgilab qo'yilgan, 1 yillikni yoki o'zimiz tanlagan vaqtni ko'rishimiz mumkin. Unikal degani, ya'ni bir kishiga yuborilgan. Agar unikalni o'chirib qo'ysak, bir kishi shu botni o'zida mana 50 marta yuborilgan bo'lsa, 50 ta ko'rsatyapti, ya'ni bu startli blokdan mana o'zim 50 marta o'tganman. Shuning uchun unikalni yoqib qo'ysangiz, bir kishi necha marta o'tganini ko'rsatadi. Bu yerda ssenariylar mavjud, ya'ni biz o'zimizga kerakli bo'lgan ssenariylarni ochib, odamlarni yo'naltirishimiz mumkin. Bu haqida keyingi videoda tanishib chiqamiz. Bloklarni ikki xil usulda qo'ysa bo'ladi. Birinchi usul, mana bu yerdagi tugmani bosib tanlashimiz mumkin, yoki mishkani o'ng tarafi yoki notebookda touchpaddan foydalanib funksiyani bossak, bu yerda blok yoki slide qilishimiz mumkin, blokni kopiya qilgan blokni slide qilishimiz mumkin. Dabait blokni bossak, yana bizga kerakli bloklar kelib chiqadi. Endi kerakli bloklar ichidan o'zimizga kerakli blokni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda har xil variantlar mavjud. Bugun sizlardan faqat цепочка сообщений ko'rib chiqamiz. Mana цепочка сообщений, ya'ni bu xabarlar ketma-ket hisoblanadi. Bu asosiy blok hisoblanadi. Asosiy blokimizning ichida nimalar mavjud? Bu yerda tekst qo'yish imkoniyati mavjud, ya'ni xabar yozishimiz mumkin. Biz bu yerda xabarni redaktor qilishimiz mumkin, ya'ni jирный qilishimiz mumkin, kursiv qilishimiz mumkin va zachеркивание ustun qo'yishimiz mumkin. Endi bizda nima imkoniyatlar bor? Bizda rasm qo'yish imkoniyati mavjud. Mana rasmni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Rasmni tanlab qo'yganimizdan so'ng uni yuqoriga ko'tarishimiz mumkin. Shu joyda ko'rinayotgan bo'lsa, mana boshqaruvchi tugma mavjud. Tugmani olib yuqoriga o'tkazdik, mana rasm yuqoriga chiqdi, tekstimiz pastga tushdi. Endi video qo'yishimiz mumkin, dumaloq video qo'yish imkoniyati mavjud, audio qo'yish imkoniyati mavjud, fayl yuklash imkoniyati mavjud va CRMdagi dokumentatsiyalarni yuborish mumkin. Bizda endi bu yerda qo'shimcha validatsiya bor, ya'ni bizlar tekstlarni qabul qilishimiz mumkin, ya'ni filtr qilib, bizga odamlar tekst shaklida yozishni xohlasak, tekstni tekshirishimiz mumkin, raqamlarni tekshirishimiz mumkin, harflarni tekshirishimiz mumkin, harf va raqamlarni tekshirishimiz mumkin. Raqamlarga cheklov qo'yishimiz mumkin, ya'ni sonini kiritishimiz mumkin, vaqtini qo'yishimiz mumkin, tanlashimiz mumkin, ya'ni undan vaqt tanlagan degan paytda kalendar chiqadi. Telefon raqamini so'rashimiz mumkin, отправка номера qilib. Email so'rashimiz mumkin, URL so'rashimiz mumkin, kartinka agar bizga to'lov cheklarini skrinshot orqali yuboradigan bo'lsa, skrinshotlarni tekshirib olishimiz mumkin, JPEG formatda tekshiradi. Audioni tekshirib oladi, ya'ni bizga ovozli xabar yuborgan desangiz, ovozli xabar yuborsa, audio formatda tekshiradi yoki videoni tekshiradi. Fayl tekshiradi yoki doimiy hammasini tekshirishi mumkin. Endi klaviaturalarga o'tsak, ikki xil klaviaturadan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda biz mana bu hozir oddiy klaviatura chiqdi. Bu oddiy klaviatura doimiy statik turadi, ya'ni pastda, interfeysning pastida turadi va uning o'rniga boshqa doimiy klaviatura chiqmaguncha o'zgarmay statik turadi. Xo'p, endi ikkinchi tugmani ko'radigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi inline knopkani qo'yishimiz mumkin. Xo'p, inline knopka bu postlarning ostida keladigan oddiy knopkaga o'xshamaydi, u postlarning ostida keladi va doim o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Inline deb qo'ydik. Inline knopkani hozir bu oddiy knopka tarzda turibdi. Buni inline qilishimiz uchun mana bu nastroykani bosamiz va plusni bosamiz. Plus bosgandan so'ng inline knopkani yuqoriga olib o'tmoqchi bo'lsak, yuqoriga olib o'tamiz. Xohlasak ikkinchi tugmani ham olib o'tishimiz mumkin yuqoriga. Bu joyni o'chiramiz. Mana tugmani bu yerga olib o'tsak, xohlasak ikki qatorga qo'yishimiz mumkin yoki bir qatorga terib chiqishimiz mumkin. Bu yerda xohlagancha tugmalarni qo'yish mumkin. Cheklov yo'q. Oddiy tugmani pastga qo'yamiz, ko'rishimiz uchun bu yerdagi tugmani o'chiramiz. Mana bitta inline qo'ydik va bitta oddiy tugma qo'ydik. Saqlanib qolamiz.
Bot foydalanuvchilari bizning savollarga bergan javobini yozib olishimiz uchun ushbu knopkadan foydalanamiz. Batafsil yana boshqa videolarga ko'rib chiqamiz. Endi удаление переменной после отправки qilishimiz mumkin, ya'ni ushbu переменныйni yuborgandan so'ng o'chirishimiz ham mumkin, lekin bu bizga kerak emas, chunki bulardan kerak bo'ladi. Balkim kerak bo'ladigan joy topilishi ham mumkin. Endi повторный вопрос bu ushbu bo'limdan qayta o'tishi mumkin, buni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bir marta o'tsa bo'ldi, qayta o'tish shart emas degandek, yoki startni bosgan paytda yana qayta o'taveradi. Postlaringizda linklar qo'ysangiz, linkni ostida uning rasmlari va o'sha linkning ma'lumotlari ko'rinib turadi. Agar uni ko'rinishini xohlamasangiz, mana buni bosib отключить передосмотр sil qilsangiz, botingizda kelgan xabarning linklari aks etmaydi, ya'ni rasmlari aks etmaydi. Bezuk xabarimiz bo'lishi mumkin. Buni yo'q qo'ysak, buni yo'q qo'ysak, biz yuborgan kontentni u pereslat va saqlanib qolmaydi telefoniga. Endi mana bu xabarni bossak, bundan keyin keladigan xabarni o'chiradi, ya'ni bizda ikkinchi xabar bo'ladigan bo'lsa, bizni foydalanuvchimiz bu yerga bu knopkani bossa, bu xabar o'chadi va bu o'rniga chiqadi. Bugun sizlar bilan bloklar bilan tanishdik, keyingi darsda esa boshqa bloklar bilan tanishib chiqamiz.